Mashalloh, mashalloh deb qo'yishimiz kerak. Juda ham zo'r xonadonimizga keldik. Juda ham zo'r, elitni mahalla, Toshkent shahar qoq markazidan sizlar uchun 3-2 sotuli xonadonimizni bugun to'liq obzorini qilamiz. Ko'chamizda Mirzo Ulug'bek tumani Shukur Burxonov ko'chasi bo'yida narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. 400 kvadratli xonadonimiz va original 12 toshlardan foydalanilgan barcha xonadonimizga mehmonxona va xo'l qismlar va ikkinchi qavatimizga общий hisobda 3 urindan tashkil topadigan xonadonimizni bugun sizlarga to'liq obzorini qilamiz. Xo'limizni ko'rishinglar mumkin. Xonadonimizga xo'limizdan kirganda asosiy binoga bitta kattagina xo'limiz bu yerda bo'ladi. Bu yerda garderobni joy va barcha xonalarimizda klimat tushab turadigan sistemalar ham barchasi o'rnatilgan va mehmonxonani ham ko'rishinglar mumkin. Laykingizni bosib qo'ying, bizani kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Uy bozor Murod kanalida har doim sizlar uchun zo'r xonadonlarni har doim taqdim qilib boramiz. Kanalimizga ulanib olsanglar, shunaqa xonadonlarni qo'ldan boy berib qo'ymaysizlar. Yaqin orada shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin deb qolamiz. Mehmonxonamizda ham mana eshitishinglar mumkin. Original tosh, 12 toshlar. Agarda kimda kam shunaqa toshlar 12 toshlar kerak bo'lsa, juda ham katta assortimentga boy Lider Stone do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Opsiyalarda joylarimizdan qoldiramiz. Tez kunlarda 100% ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Hozir davomida ham, hozirgi ish vaqtida ham u do'konimizda ishlab bormoqda. Endi qo'limiz bo'yicha uradigan bo'lsak, bizani umumiy bitta yuvinish xonasi bo'lyapti, hojatxonamiz. Ko'rishinglar mumkin, kattagina, kenggina bu yerda ham va asosiy xo'ldan kirganimizda to'g'rimizda bizani oshxonamiz bo'ladi. Oshxonani ham ko'ryapsizlar, juda ham katta, kenggina qilib qo'yilgan va Hoffman brendidan texnikalar barchasi foydalanilgan. Bu yerda idish-tovoq yuvish uchun ham texnikalar qo'yib qo'yilgan, ko'rishinglar mumkin. Mutlaqo yangi, hali hech kim istiqomat qilmagan 100% to'pli pol 400 kvadratdan tashkil topadigan xonadonimiz va bu yerda kattagina panoramli oynamizni ochib bemalol mana ochib bunaqasiga xonadonimizga chiqib ketsanglar bo'ladi. Orqa hovlini ham ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Videoga like bosib qo'yinglar. Yaxshi niyatda mana shu videoni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga to'liq obzorini qilib ko'rsatamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, yaqin tanishlarga shu videolarni jo'natib qo'yinglar. Orqa hovlini ham ko'ryapsizlar. Bu yerda yozgi oshxona, bu yerda tapchalarni qo'yib qo'ysanglar, mazza qilib oilaviy dam olib o'tirasizlar va bu yerda gazonlari ham juda ham chiroyli ekan. Общий umumiy yuvinish xonasi bo'lyapti. Endi biza nolovoy etajda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Endi mana xona qolib ketdi. Endi qo'limiz bo'yicha uradigan bo'lsak, birinchi qavatda joylashgan ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Ko'rayotganinglardek, bu ham kattagina, kenggina, bu yerda chiroyli kattagina oynamiz va bu yoq tarafimizda ham hovlimiz ichiga qaragan katta panoramli oynalar. Garderobga alohida e'tibor berib qo'yinglar, juda ham katta qilib qo'yilgan va bizani ota-onalar uchun mo'ljallangan xonaning ichida o'zini yuvinish xonasi bo'lyapti. Bu ham katta, keng, juda ham zo'r neoklassika holatida remontlari bo'lyapti. Qadrdon obunachilarimiz, xonadonimiz bilaman aniq yoqdi, narxiga lekin juda ham arziydi. Mirzo Ulug'bek tumani Shukur Burxonov ko'chasidan bo'lyapti. 3-2 sotuli 400 kvadratli neoklassika holatida remontlardan chiqqan juda ham zo'r, shikarli xonadonimiz. Zinamiz bo'yicha tushadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, katta, bu ham kenggina qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli. Basseynni qaranglar, basseynni. Voy. Inshaalloh shunaqa xonadonlarda tez kunlarda yashash, istiqomat qilish oilangiz bilan birgalikda nasib qilsin deb qolamiz. Endi bu basseynimizning ichida yuvinish xonasi bo'lyapti va bu yerda hojatxonasi bo'lyapti. Va o'zini sauna, basseyn, barcha sharoitlariga ega juda ham zo'r xonadonimiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Saunamizga ham alohida e'tibor berish kerak, juda ham zo'r. Endi bu yoq tarafimizda bizani
bitta kladovkamiz bor-ku va hovli taraflarimizga bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Bu yoqdan asosiy hovlimizga eshigiga chiqib ketiladi va orqa hovliga ham bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Endi bo'ladigan bo'lsa, biz ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Birinchi qavatda joylashgan bitta xonamiz bor, farzandlar uchun mo'ljallangan xona. Ko'rayotganingizdek katta keng oynalari qoldirilgan, shifti balandligiga e'tibor berib qo'yinglar. Birinchi qavatda общий hisoblaydigan bo'lsa, bitta xonamiz mavjud va bu yoqda kotelni tizimlari, buller va juda ham zo'r ko'ryapsizlar, filtr sistemalari juda ham akkurat ishlangan ekan. Bu yoq tarafimizda ham oynamiz qoldirilgan va bu yoq tarafimizda xonadonimizda sveti agar o'chib qoladigan bo'lsa, mahalla bo'yicha sizga ma'lum bir muddatga xonadonimizning svetlarini ushlab turadi va bemalol ishlaringizni qilib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ham barchasi o'rnatilgan, juda ham zo'r xonadonimiz bo'lyapti. Endi biz ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz, zinamiz bo'ylab bizani kuzatishda davom etsanglar, ketqizgan vaqtingizga lekin arziydi xonadonimiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilayotganimizda zinalarimiz juda ham chiroyli va katta bu yoqda oynamiz mavjud. Ikkinchi qavatda umumiy hisoblaydigan bo'lsa, farzandlar uchun mo'ljallangan ikkita xona va bitta alohida mehmonlar keladigan bo'lsa, ko'payib ketadigan bo'lsa, ular uchun bitta xona bo'lyapti va o'zi uchun yana bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Zinamizdan chiqqanda bizani birinchi ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamizni ko'rishingiz mumkin. Kattagina bu yoqda ham juda ham chiroyli. Va uni o'zini yuvinish xonasini ichiga olgan holatda bo'lyapti bu yoqda ham. Kattagina, kenggina, men o'zimga yoqdi. Inshaalloh shunaqa xonalarda yashash, istiqomat qilish nasib qilsin. Bizani kuzatishda davom etsanglar, har doim shunaqa muhtasham saroylarni qo'yishda biz davom etamiz. Endi bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti, farzandingiz uchun mo'ljallangan xona. O'zini yuvinish xonasini ichiga olgan holatda bu yoqda ham. Ko'rayotganingizdek xonadonimizning barchasida oynalar mavjud va orqa balkoniga ham bemalol chiqsa bo'ladi. Endi bu yoq tarafimizda bitta mehmonlaringiz agar keladigan bo'lsa, bu yoq bitta kladovka holatida foydalanilgan ekan. Bu yoqni ham bitta yuvinish xonasi qilib qo'ysangiz bemalol bo'ladi, turbalari qo'yilgan. Endi bu yoqni mehmonlar uchun kelganda dam olish uchun bitta xona ham desa, menimcha yomon bo'lmaydi. Bu yoq ham juda ham zo'r. Har bitta xonamizda ko'rayotganingizdek o'zini sistemasi mavjud. Endi zinamiz bo'lishadigan bo'lsa, bizani umumiy bitta yuvinish xonasi bu yoqda joylashgan. Yuvinish xonaning ichiga kiradigan bo'lsa, bu yoqda eng kenjatoy farzandingiz bormidi? Kenjatoy farzandingiz uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Ko'rayotganingizdek bu yoqda ham oynalar mavjud. Juda ham zo'r xonadonimizni bugun sizlarga taqdim qilamiz. Yuvinish xonasini ham ko'ringlar. Umumiy yuvinish xonasi ham juda ham zo'r ekan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidan 3.2 sotuvli 400 kvadratdan tashkil topadigan sauna, basseyn va общий hisobda 7 ta xonadan iborat xonadonimizni narxi keladigan bo'lsa, $600,000 egalar so'rashayotgani, kelishiladigan joyi bor ekan. Menimcha xonadonimiz juda ham zo'r. Lokatsiyalari keladigan bo'lsa, transportlari barchasi muhayyo qilingan, suv, gaz, svet, kanalizatsiya barchasi bor. Kirib yashash uchun tayyor xonadonimiz. Bemalol aloqa chiqsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.